Povur aka. Somsangiz pishdimi? Somsangiz pishdimi? Dedimlar ko'mirmoqchi edi. Ye uka, bugun ko'p pul olib kelibsan, bunga 4 ta go'shtli beradi. Hozir o'zi beraman. Yo'q, go'shtli olib ketamanmi? Uka kelib turgin, o'zingga ham qo'shib 5 ta qilib qo'ydim. Ota-onangni o'ylayotgani uchun rahmat. Rahmat aka. Xafa bo'lmagin, ulug'san doshna. O'zi berayotgan pul 2000 bo'lsa, sen 5 ta go'shtli somsa berib yuboryapsan. Qancha ziyon qilayotganingni bilyapsanmi? Bunaqalar ko'p, qanchasiga yetkazirasan. Hozir men ham shunaqa qilib jinniga o'xshab kelib, jichcha rahmingni keltirsan demay menga bor bitingni berib yuborar ekansan-da. Ey, menga qaragin oshna. Bu jinni bo'lsa ham o'ziga olgani yo'q. Ota-onasiga olib borib beradi berganimni. Sen soppa-soqsan, seni aqling rosa, har kuni o'rtoqlaring bilan 5 barmoq qaziqardalarga borishni bilasan. O'shalarni yeyotganda ota-onam nima yeyapti ekan deb biror marta o'ylaganmisan? Bu jinnidir, pulni qancha qiymatga egaligini bilmaydi, lekin ota-onasini qanchalik yaxshi ko'rishni biladi. Oshna, menga bergan 2000 so'm puli uchun emas, menga har kuni kelib ota-onaga qanday mehribon bo'lishni eslatib ketganligi uchun beraman o'sha 4 ta somsani. Ba'zida o'ylab qolaman, aslida jinni umikin yoki bizmikin deb. Sen bilan biz aqli rasomiz pulni qadr qimmatini bilamiz. Lekin ota-onamizni qadr qimmatini bilmaydigan jinnini yo'q bo'lgan insonlarmiz.